mashhur komediya filmi Aypotamning kuyov tanlashi. Voy shunda qilib turgan ichimizga shunda siqib ketdi. Ha, oshda qo'ygan shuni o'yjo. Ma'lum qiliqlarni deb qoldik biz. Ya, qaytib kelgan yaxshi bo'libdi. Ay shuning. Qandaroq ahvolinglar yaxshimi? Yaxshi to'g'lama, tez salomat. Ha, teshma. Qanday ahvolingiz yaxshimi? O'tiramiz. O'tiring. Çabuk telefon var. Ha? Ma'qul. Sen tuttu ben şu bundan emas kelsin şu ma nima sizlar o'tiringlar bo'ldi, o'tiringlar. Kim bu? Men nim bilmem. Siz turmamsizlar? Oy, yo'q, siz turmamsiz? Yo'q. Nima bo'ldi? Biz uni berib qabuldik. Bundan emas. Xumada. Kira. Voy kira. Voy kira. Yeni geldi. Dada abba, bu meni saboqdishim İlyar. Shu bugun sizlarga salom berib kirgan. Biz ko'rishgan. Ko'rishgan? Qachon? Hozir Mishada sizning oldingizda biz ko'rishib bo'lgan. Ya bo'ldi, bak, nima bo'lgan? Men tushundiray. Men tushunsam bo'ldi-ku. Ha, bu yoq mening bo'lg'usi ayolim. Ha? Ya, sizlar ma'qul deysanglar demakchi, sizlar ma'qul deysanglar benim ayolim bo'ldi, ayolim qiz do'stim demoqchi haqda. Shu men past turib turing, mustaq quruq kirsangiz bo'lmaydi, cho'nani oldi set turdi deganda shuni uya turib turay deb turibdigicha, shuni siz nima deb turibmaysiz deganda shuni turib turolmay men shuni bu kim shuni turib turmabsiz siz deb nima qildi shuni kirib chiqayrimda qaytib kirib yana qaytib kirishim bu. Tushundingmi? Sen murakkabmi ya? Dada abba, men Erxon hayotlik ichimlikini sizlarga ko'ngil qilgandim. Voy yo'q, ko'ngilmas. Ha, voy yo'q, ko'ngli bu yoqdan ko'ngli. Ko'ngilmas. Ha, bo'pti, qani o'tiringlar. Evet. Ha, qizim, choy qo'yinglar mehmonga. Qaydi. O'zingizni qayerdan so'raymiz? Menimcha o'tirib so'rasam bo'ldi. Men ba'u va zavr til bo'yicha day. Siz kim bo'lasiz? Nereden keldiniz? Nima maqsad bilan bu uyga kirib qoldingiz deganlarni bir bayon qilib bering. Bunday gap opa. Mening dadam 3 turpandan, opam turpandan. Bular bir to'y qilgan oz qolganda, men cho'nglar qo'shilmay dadam boshqa yerlik birsida, opam boshqa yerlik birsida to'y qilibdi-da. Shu. Yanchu? Şu an o'g'il oldigan bir cho'ng'aniki bir endi bitayi sumay ekan. Shuning uchun ancha-muncha mudirlab turdik shu. Bunisi bu salofat bilan. Yanchu? Qaras, mana shu opa qiynata. Mana shu boshlang'ich bitta o'qiyotgan vaqtimda qarang. Anladingizmi? Bu boshlang'ich bitta o'qiyotgan vaqtimda mana shu edebiyot darsini taşıyacak. Kitap mu yoki? Ya, bunda çayını yutib demektir. Edebiyatni titik etdim. Keyin to'liqsiz chiqqanda nima bo'lib qoldi mana shu tantariga darsga vakil bo'lib ketdim. Undan keyin varta turadigan bo'lsam bir odam to'ptanisholmaydi demasam. Vartada turdiganga kalli ketmaydi-da. Kallarsin bir işisimki qoldi opa. Nima? Mana shu Türkiye'me çeçim üsküt bir satışkan kirdim. Kirip çeçim yasap koyuyorsa, çıralık yasap koyuyorsa 4-5'in uyup geldi düktüyle kıtlar. Şunu ona açığım ki, bu sakayıp gitti de ben şüpheleşmedim şu. Bu sakayıp gitti dedim şu sakayıp gitti o değil. Kallanızı kisple etmetti. Onda kullanmış var şu. Sizin çeçimizden bir şeyler, kara bir şeyler, seyre boyu aldınız mı ya şurada ama? O çeçimden seyriklikka qiynatta şu kalman deyip olib ketgan. Kalmandan? Siz kalmantısına bırakma. Men ancha bırak emas, dadam 5 yil usta jana kalmantga. Va to'no'g'i yaqindan fuchirib bitirib kalmantni. Minut o'zini o'tirib Bakalım balam. Ben gapimni aniq angla. Aniq angla. Siz nima ish qilasiz qarang. Bu shuni ikimizga bir aniq bir gap bering. Ne?
Hani oğal al degan balki chin bag'ız har qanday ishni qilib bo'ldi. To'g'ri. 72 xil unam ozlik qildi deydi oğal al. Shuni modelab turdik, bekatimiz chiqib. Hay, sizning nima ish qilganingizni faqat tushunamdik-ku. Hay, qizim, bu bola zot nima ish qildi, siz bir deb bering, ha? Deyishcha men bilmayman. Maşkınız bilmegen yerda siz qanday tushunasiz bolam, ha? Ha, bo'ldi. Ma bugungi ish top tursin, ha? Siz bu uyga nima maqsadda keldingiz? Shu maqsad bilan kelgan. Nima maqsadda kelgan shu? Ha, to'g'ri. Yushim ketdi. Shu qizoq cho'ng qopdi-ku, shu maqsad bilan kelgan shu. Voy, shu qizimni cho'ng qopdi deb kelganmi? Yo, men cho'ng qoldim. Siz cho'ng bo'ldingizmi? Ha, men asli 30 yoshga keldim, oraliqda bir qattiq bir og'rib ketib 20 yoshga keldim. Agas cho'ng bo'lapsiz. Siz tushunmayapsiz, qayta bir kellayapsiz. Voy, bo'ldi. To'xtam. Meni bir qaytib Voy, keldim. Voy, biz ba'u, meni aran keldik meyaga. Men sizga deb beray, ha? Sizning ismingiz İlyar, kelib chiqishingiz aniq emas, nima ish qilganligingizni bilmaymiz. Ma'raga qizim bilan tonish qilib, bizga salom bergil kirdingiz, shundaqmi? Tushunolmagan maqsadim ne? Shunchalik ishmi bu, ha? Meg'izlar qilib tushuntirib qo'ysangiz bo'ldi ekan-ku. Opa. Ha? Dada, qanday? Mana meg'izni tutsam bir gap esimga qoldi. Mana bizim mana bir bog'vat edimi? Ha? Shu bog'da kichik vaqtimizda o'rikni chiqib, meg'izni chiqib yeydik. Ana bo'lsa meg'izni chiqib yeyapti ekansiz. Unuttuk, çatak çıktı. Voy, nimani? Unuttuk, çatak çıktı, qanday qilamiz? Nima unutgan fangdaga, nimda adam pisirib gapirsiz? Çatak çıktı. So'rab bekmi? Unuttuk. Nima ish bo'lsa bir dana bir nimani unutib Ne bo'ldi axir? qanda ish bo'lsa oldirmay jiddiylashmay dana bir hal qilayotgan ish bo'lsa aldiraylik. Ey, ajab shu. Ha balam, ay nima bo'pti, nemishga, nima chataq chiqdi, nimani unutibdi? Qizim bir dana siz dana ha. Voyca. Voy dana, hadi qo'shin Dadasi. Bilan aniq opsi. Sizlarga assalomlashni unutib. Voyca, qanday yo'llab qolibdi mening. Apam dadam salom aytgan sizlarga. Salomat bo'lsin, mushkisijimi? Rahmat. Hey, Voyca. sizning peshonangizga eshak deb ketganmi? Yo'q, peshonam tepmagan. Amsi naringiz deb ketgan? Miya tepmagan. Joyim deb tepamabdi. Hatta bo'ldi. Zaman qiyinbanlar bo'ldi. Taksini patırverken vırt tepmiş ya gibi. Müşerim tazımız dokuldaydı cümlemiş duruptu. Bo'ldi qilaman, avval olmamanda. Saq bo'lgan vaqtingizda, jim turgan vaqtda, ozgan vaqtingizda, Dokuldaydı. vaqt keldi. Yine takıp koyarsın. Keyfaketke uyları yaptı. Ben müşteri kaldım karamamış atlığı nim tepet, işin tepetken bile. Cho'ng menga ketibdi bu ishga. Ha, aşı kekip taşıyıp silgit kaldı. Kılıkom? Qo'ng'ildan qilqilib qo'ydi. Ya, qo'ng'ilmaydı. Kılıkom turup. Bunda lıp kıldı. Midirlamda. Mıdırlaydı. Ama yok maaşı. Kızıllar biliyorsan. Kimga? Kimlerliğo? Bana sallattık tüye kollarıma. Voy, bo'lgan. Soldatdek deb ketganni. Ma'vaga bir suylab kirgan bo'lsa, lampongdek titrar, titrar. Mashag yangi kelgan birsi bo'lsa, yanchug'ini qurg'dab qo'yibdi, o'g'irlar deb qopdi. Qizim,
da. Bak sonra kız idi gelmiş. Şu. Sonundan keyine. Hey! Ma tuncu kıtım körüşkül kirgende muşundaq meskirip hicil olmadınız mı?